Assalomu alaykum. Bugun dunyoda nima gap? Jahon hayotidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Dunyo Digest e'tiboringizda. Biz doimgidek global maydondagi muhim yangiliklarni sizga taqdim etamiz. Demak, boshladik. AQSh-Eron muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tramp esa Eron portlarining to'liq dengiz qamali boshlanganini ma'lum qildi. Amerika rahbarining ta'kidlashicha, Eron harbiy dengiz kuchlari allaqachon dengiz tubida yotibdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Islomoboddagi muzokaralarda tomonlar bo'lajak tinchlik bitimining asosiy bandlaridan biri Eronning yadroviy dasturiga oid masalada kelisha olmaganini tasdiqladi. Shu tufayli Amerika harbiy dengiz kuchlari Hormuz bo'g'ozini blokada qilishni boshlaydi. Bu haqda u o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi operatsiya davomida 158 ta kema butunlay yo'q qilingan. AQSh prezidenti Eronga tegishli bo'lgan har qanday kema o'zi e'lon qilgan qamalga yaqinlashsa, darhol yo'q qilinishini ta'kidladi. AQSh ushbu operatsiyada dengizdagi qayiqlarda giyohvand moddalar sotuvchilarga qarshi qo'llagan yo'q qilish tizimi qo'llanilishini ma'lum qildi. Eron ham o'z navbatida Trampning Hormuz blokadasiga javob qaytardi. AQSh harbiylari 13-aprel kuni soat 10:00 dan boshlab bo'g'ozdagi Eron portaliga kirayotgan va chiqayotgan barcha kemalar harakati to'xtatilganini ma'lum qildi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'alibov blokada tahdidiga javoban Oq uy yaqinidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin narxi aks etgan xaritani ko'rsatdi. Hozirgi benzin narxidan bahramand bo'ling. Blokada deb ataladigan vaziyatda siz tez orada 4-5 dollarlik benzinni ham sog'inib qolasiz, deb yozdi spiker X ijtimoiy tarmog'ida. Blokada e'loni fonida 12-aprel kuni 1 barrel neft narxi 100 dollardan oshdi. Brent rusumli neft 8% ga qimmatlashdi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu vaziyat global iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazishi va yonilg'i narxini yanada keskin oshirib yuborishi mumkin. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir 12-aprel kuni Al-Aqso masjidi hududida ibodat qildi. Bu birinchi holat emas. U avval ham bir necha bor muqaddas hududda aynan shu kabi harakatlarni amalga oshirgan edi. Bugun men o'zimni bu yerning egasidek his qilyapman. Hali qilinadigan, rivojlantiriladigan ishlar ko'p. Men bosh vazir Netanyahuni tobora ko'proq harakat qilishga undayman. Yanada yuksalib borishimiz kerak, degan u tarmoqlarda tarqalgan videoda. Itamar Ben-Gvir yahudiylarning majmuaga kirish imkoniyatini kengaytirishni talab qildi. Bu esa Iordaniya va Falastinning keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Hozirda Al-Aqso majmuasi Iordaniya tomonidan boshqariladi. Biroq maskanga kirish va chiqish to'liq Isroil kuchlari nazoratida. O'nlab yillar davomida saqlanib kelayotgan status quoga ko'ra, yahudiylar va boshqa musulmon bo'lmaganlarga belgilangan soatlarda Sharqiy Quddusdagi majmuaga kirishga ruxsat beriladi. Lekin ularga ibodat qilish yoki diniy ramzlarni namoyish etish taqiqlangan. Shunga qaramay, Isroil Milliy xavfsizlik vaziri bir necha bor ushbu tartibga qarshi chiqib, yahudiylarning ibodat huquqini talab qilgan. 2024-yil u hatto masjid hududida sinagoga qurish taklifini ilgari surgan edi. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Ben-Gvirning tashrifi status quoni buzishi va muqaddas qadamjoga nisbatan hurmatsizlik, qoralanadigan eskalatsiya va qabul qilib bo'lmaydigan provokatsiya ekanini ta'kidladi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos idorasi bunday harakatlar mintaqani yanada beqarorlashtirishi mumkinligini aytdi. Isroil Eronga qarshi urush fonida xavfsizlikni ta'minlashni vaj qilib, Ramazon oyida Al-Aqso masjidiga kirishni yopib qo'ydi. Shuningdek, majmuada hayit namozini o'qishga ham ruxsat bermadi. 9-aprel kuni hukumat bosib olingan Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidi majmuasiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Shundan so'ng minglab falastinliklar qariyb 6 hafta deganda ilk bor masjidda namoz ado etdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidat 13-aprel kuni Isroil o'zi uchun yangi dushman qidirayotgani va tez orada o'z nigohini Turkiyaga qaratishi mumkinligini aytdi. Bu haqda vazirning Anadolu agentligiga bergan intervyusiga tayanib, The Jerusalem Post xabar berdi. Tegishli bayonot Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Isroilga nisbatan harbiy chora ko'rmoqchi deya da'vo qilingan xabarlardan bir kun o'tib yangradi.
Fidan Anadolu agentligiga bergan intervyusida Isroilning mintaqadagi agressiv siyosatini keskin tanqid qildi. Erondan so'ng Isroil dushmansiz yashay olmaydi. U mintaqadagi o'z bosqinchiligini oqlash va Turkiyani dushman deb e'lon qilish uchun yangi ritorikani shakllantirmoqda, dedi vazir. Turkiya rasmiylarining ta'kidlashicha, bu tendensiya nafaqat Netanyahu ma'muriyatiga, balki Isroil muxolifatidagi ayrim shaxslarga ham xosdir. Ma'lumot uchun, Isroilning deyarli barcha siyosiy doiralari Eron bilan urushni qo'llab-quvvatlamoqda. Asosiy tanqidlar esa urush boshida qo'yilgan maqsadlarga to'liq erishilmaganiga qaratilgan. Fidan Isroil harbiy faolligi keyingi bosqichda Suriyaga yoyilishi mumkinligidan ogohlantirdi. 2025-yilda Isroil mudofaa kuchlari Suriya janubidagi Durus ozchiligini himoya qilish bahonasi bilan ushbu mamlakat hududida operatsiyalar o'tkazgan edi. Eron bilan davom etayotgan urush sababli Isroil hozircha ayrim harakatlardan tiyilib turibdi. Keyinchalik vaqt kelganda mamlakat harakatga tushishni istab qolishi mumkin deya ogohlantirdi Fidan. The Jerusalem Post'ning da'vo qilishicha 12-aprel kuni Istanbulda o'tgan Xalqaro Osiyo siyosiy partiyalari konferensiyasida so'zga chiqqan Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqaraning Isroilga nisbatan harbiy pozitsiyasi haqida quyidagicha bayonot bergan. Isroil Falastin va Livanda amalga oshirayotgan vahshiyliklarning oldini olish uchun biz kuchli bo'lishimiz kerak. Qanday qilib Qorabog'ga, qanday qilib Livanga kirgan bo'lsak, ularga ham xuddi shunday qilamiz, degan Erdo'g'on. Ayni paytda Turkiya rasmiylari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Isroilga bostirib kirish bilan tahdid qilgan haqida qator ommaviy axborot vositalar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Turkiya prezidenti administratsiyasi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi bunday da'volarni mutlaqo asossiz deb baholadi. Markazning ta'kidlashicha, bu kabi xabarlar mintaqaviy barqarorlikka putur yetkazishga qaratilgan uydirmalar bo'lib, ular hech qanday haqiqatga ega emas. Rossiyadagi eng yirik fosforli o'g'it zavodi yana dronlar hujumiga uchradi. Vologda viloyatida joylashgan Yevropadagi ammiak ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod bir oy ichida ikkinchi marta dronlar hujumiga uchradi. Ukrainaning uchuvchisiz qurilmalari 13-aprel dushanba kuni Vologda viloyatiga hujum qildi. Astra va Excelona Plus Telegram kanallari guvohlar videolarini tahlil qilgan holda zarba ehtimol Fas Agro guruhi tarkibiga kiruvchi yirik korxona Apetit aksiyadorlik jamiyatining Cherepovets filiali azot majmuasiga berilganini yozdi. Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimovning yozishicha, 13 ta dron Cherepovets sanoat maydoniga yetib kelmasdan avval urib tushirilgan. U hujum oqibatlari haqida ma'lumot bermagan. Astra nashrining yozishicha, korxona yaqinidagi yo'l uchastkalarida olingan guvoh videosini tahlil qilish natijasida zavod hududida kamida 2 joyda yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Nashrning ta'kidlashicha, ushbu zavod Rossiyadagi ammiak ishlab chiqarishning taxminan 6%ni ta'minlaydi. Ammiak esa portlovchi moddalar va porx ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi. Bu Yevropadagi fosforli o'g'itlar ishlab chiqaradigan eng yirik zavod hisoblanadi. U avval ham 27-martga o'tar kechasi Ukraina dronlari hujumiga uchragan edi. Global yangiliklarning eng muhimlarini daryoda kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling.